Ya assalomu alaykum Qashqadaryo ahli. Alhamdulillah Allohning izni bilan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahriga ham yetib keldik. Bu obyektimizni birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqadigan zinapoyasini qilib berganmiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha Allohning izni bilan hozir harakat qilamiz. Razmerlarimizni, zinapoyamiz haqida ma'lumot berishga. Zinapoyamizni kengligi 1,5 metr bo'lgan. Stupenkamizni balandligi 14,5 sm bo'lgan. Oyoq qo'yadiganimiz esa 29 sm dan bo'lgan. O'rtada chiqqanimizda plashatkamiz bor. Joyimiz plitamizgacha 2,7 qolgan. Bosh tegmasligini hisobini olingan. Opshu 24 stupenka. Zinapoyamizning tak qismi ko'rinishi ham tekis zinapoya bo'lgan. Tekis ko'rinishda bo'lgan tak qismi ham. Oxirgi stupenkani pardoz berish jarayoni hozir. Qilqashlarimiz sizlarga mazur kelgan bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiya telefon nomerimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimgadir foydali, kimgadir yoqmasa kerak. Hozir beradigan ma'lumotimiz zinapoyani 0 dan istashgan oyoqdagi 0 dan ikkinchi etajga 0 gacha o'lchanadi. Misol uchun 3 metr chiqsa, eng arzon zinapoyamiz 1 million 200 ming so'mdan bo'lganda 3 million 600 ming so'm pul bo'ladi. Eng qimmatidan tanlaydigan bo'lsangiz, 2,5 million so'mdan hisoblaganimizda 7,5 million so'm pul bo'ladi. Zinapoyamiz 1 million 200 ming so'mdan 2,5 milliongacha boshlanadi. 1 million 200 ming so'mdan boshlab 2,5 milliongacha. Xo'p, undan yana high-tech zinapoyalarimiz bor. Ular ancha qimmatroq bo'ladi. Ko'pchilik telefon qilib mana shu zinapoyani yog'ochlarni qoliplarni so'raydi. Bizada bunga o'xshash zinapoyalarga qolib bo'lmaydi. Faqat bizada emas, ko'pchilikda bo'lmaydi. Bo'ladi kimda? Zinapoya, gulli zinapoya qo'yadigan ustalarda oldi qismi yana 1 metr yoki 1,20 lik zinapoyalar bo'lsa, o'shalarda qolipi bo'ladi. Oldi qismi. Yon qismi yana bilmadim, bo'lmasa kerak. Bu videomiz kimgadir manfaatli va foydali bo'lsa, albatta xursandmiz. Inshaalloh kanalimizdan uzoqlashmasdan kanalimizni kuzatib boringlar. Qisqa kunda yana yangi videolarimizni qo'yib joylab bo'lishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpishka qilib turgan, like bosib turgan birodarlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Xizmatlarimizni O'zbekiston Respublikasi shu barcha viloyatlarda xizmat ko'rsatamiz. Yana qo'shni respublikalardan Qirg'izistonga, Tojikistonga, Qozog'istonga borib xizmat ko'rsata olamiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ekrandagi nomerimizda WhatsAppimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.